Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi elektr ishimiz tayyor bo'ldi. Video davomida ko'rib, ishimiz sifatiga baho berishlaringiz mumkin. Qani ketdik. Ko'rishlaringiz mumkin, elektr ishimiz yangi, sveji. Tandirdan uzilgan navbatdagi elektr ishimiz xudo xolasa bitdi. Ko'rishlaringiz mumkin, har bitta detal, har bitta melachevkasigacha e'tibor berib terilgan. Распределительlar, главный avtomat, onlayn telefon orqali boshqariladigan onlayn avtomat, master включатель, uzovlar ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta nimaga taqsimlangan qismga lampochka gruppamiz 10 amperlik, rezistchni gruppamiz 16 amperlik. Har bitta terilgan qismga alohida e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Objemlar o'z joyida, akkuratni terilgan. Bu elektr ishimizda zazimleni ham bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Chotka bo'lgan hammasi. Ideal bo'lgan. Bu ikkinchi ishimiz, ko'rishlaringiz mumkin. Главный avtomatimiz, relay напряжение, аварийная розетка, diff avtomatlar, ko'rishlaringiz mumkin. Onlayn boshqariladigan avtomat, master включатель, uzovlar hammasi joy-joyida. Bu egasini talabiga binoan chot qilib berdik. Ko'ring, qanchalik elektr ishimiz chotka bo'lgan, qanchalik sifatli bo'lgan, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Sizlarga ham shunaqa podключ elektrika xizmatlari kerak bo'lsa, agar pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Like esdan chiqmasin. Biz har doim harakatda. Bundan zo'rlari, bundan yangi sveji videolar qo'yib ketishda davom etamiz. Salomat bo'linglar.